Bu trayfl deganlari bekorga Instagramda trendga aylanmagan ekan. Bunaqa nejniy, mazali bo'lganini bilganimda vohliroq tayyorlab ko'rardim. Hech qanaqa mikserlarsiz oddiy venchik ko'zida tayyorlaymiz. Tuxumimizni ustiga shakar solib, yaxshilab venchik yordamida aralashtirib olamiz. Ketidan Puremilk firmasining bio kefirlarini ustiga soda solib, reaksiyaga kirishini kutib turamiz. Reaksiyaga kirishgandan keyin massamizni ustidan sovalamiz. Ketidan yog', un, kakaolarni hammasini elidan o'tkazib olamiz. Yaxshilab venchik yordamida однородный massa hosil bo'lgungacha aralashtirib olamiz. Shunaqa suyuqlikdagi massa hosil bo'lishiga. Massamizni pergament solingan qolipimizga quyib, duxovkaga pishirishga jo'natamiz. Pishib sovigan korjlarimizni qo'limiz yoki chopper yordamida maydalab olamiz. Endi eng mazali morojniy krem tayyorlaymiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi Puremilk firmasining 45% qaymoqlari va sug'ushonniy molokoni yaxshilab shunaqa is tushib quyilgungacha mikser qilib olamiz. Shunaqa stakanlarimizga har bitta odamga bittadan qilib solib chiqamiz. Korj, propitka, krem, malina yokida boshqa mevadan foydalanish. Shu tarzda 2 marotaba qaytarib olamiz. Eng ustki qavatiga ganash qo'yamiz. Ganash retseptini opisiyaga yozib qoldirib, xohishga qarab bezatamiz. Men yagdalardan foydalanaman. Bu retseptni takrorlab siz bemalol daromad qilsangiz bo'ladi. Dasturxoningizni ko'rkiga aylanadigan trayfllarimiz ham tayyor. Yoqimli ishtaha.